Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati 24/7 rejimida shaharning aholisini uzluksiz toza ichimlik suvi bilan ta'minlaydi. Ta'minlanish jarayonlarida asosiy 7 ta yirik suv inshootlarimiz ishtirok etadi. 91%ni ochiq suv havzalaridan biz shakllantirib, tozalab aholiga suvni uzatib beramiz. Ochiq suv havzalarimizga asosiy Qodiriya suv inshooti, Po'st suv inshooti kiradi. Undan tashqari yer osti inshootlarimiz ham mavjud. Qibray suv inshooti, Janubiy suv inshooti, undan so'ng Qora suv va Sergeli, Bektemir suv inshootlaridan suvlarni shakllantirib, tozalab aholiga ichimlik suvini uzatib beramiz. Ochiq suv havzalarida tozalash jarayonlari yirik 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi suvni tindirish. Bu tindirish jarayonida biz o'zimizning xalq tilimizda achchiq tosh alyuminiy sulfat qorishmasini suvga berib, dozalab, uni tindirish jarayonlarini tezlashtiramiz va suvdagi loyqaliklarni cho'ktiramiz. Undan so'ng filtratsiya jarayonimiz bo'ladi. Ikkinchi bosqichimizda filtratsiya jarayonlarida o'sha suvdagi qolgan mayda muallaq moddalarni to'laqonli mukammal tiniqlashtiramiz va undan keyin rezervuarimizga jo'natamiz. 3-bosqich rezervuarlarimizni suv saqlash hovuzlari, ya'ni u joyga jo'natish oldidan bizda zararsizlantirish bosqichi amalga oshiriladi. Tarkibida bo'lgan ichak tayoqchalarimiz bor, mikroorganizmlarga ta'sir qiladigan har xil bakteriyalarimiz bor. O'shalarni xlor yordamida zararsizlantirib, rezervuarlarimizga suvlarni yig'ib, birinchi, ikkinchi ko'tarma nasos stansiyalari orqali aholiga suvni uzatib beramiz.